Çok Instagram. Oltinko'lni sentriga ikkita oshdan yetalab kelsa bo'ladimi? Jigarlar, Oltinko'liklar bormi? Aktiv bo'lamiz. 12-fevral tugayapti. Yo'lda bo'yida sentrda yugurib ketyapman jigarlar. Ikkita oshdan bermayapti. Bo'ldi, seni aktiving bo'ldi. U bu ko'chama-ko'cha yugurib yuraverman, u deyapti. Akalar, semizlikka qarshimiz, O'zbekiston hammamiz birimiz. Tinimsiz yuguramiz. Har bir soniyadan unumli foydalanamiz. Iloji boricha ovqatlanmaslik kerak kechasi, lekin mana shu oshna og'ayni ko'ngliga qarab iloji yo'q ekanda. Bosamiz, hammamiz birimiz. 12-fevral tugadi. Oltinko'lni sentridaman. Oltinko'liklar bitta qo'llab turamiz. Bitta aktivni ko'rsataylikchi. O'zbekiston. Uyg'on dangasalar, semizlar deb chiqsam, men akamiz yana kalamushlik qilib bekinib olib, o'z yozayapti. Baxtiyor akam akati. Akajon, qaydansiz, nimasiz bilmayman, u bekinib olib gapirish oson, to'g'ri. Men bo'q idishman. Shunaqa xuniy narsaman men. Lekin yugurish, trend qilish bu xalqimiz uchun foyda. Kimligingizni oshkor qiling aka, turmushingiz aniq emas. Bekinib olib, komment yozyapsiz. Sizdaqa kalamushlar yomon ko'payib ketdi. Hech narsa qilmaydi, bekinib olib, banasalar deydi. Aka, ozgina harakat qiling. Biz bekarchilikka ta'rif qilganimiz yo'q. Ishdan tashqari yuguramiz akalar. Bosamiz, tanishlar, yuguramiz. Semizlikka qarshimiz. O'zim ham sizlarda oddiy insonman, sartaroshman. Semirib ketganim uchun harakat qilishni boshlayapman. Buni targ'ib qilsak, xudo xolasa, tana jonimiz sog' bo'ladi xolos. Negativlik qilmaymiz. Yaxshilik qilish qo'lingizdan kelmadimi, yomonlik ham qilmang. O'zbekiston semizlikka qarshimiz. Bosamiz jigarlar. Uyg'on O'zbekiston. Andijondan gapiramiz. Trend bo'lib qo'shiq eshityapsizlarmi? Semizlikka qarshimiz, Andijonda yomg'ir. Kim qayda yashaydi, kommentda faol bo'lamiz jigarlar. Unaqa trendlarga pravo ham yo'q, mashina ham yo'q. Biz to'lki yuguramiz. Semizlikka qarshimiz jigarlar. San akam eski o'shini trend qilib yuborishdi. Bitta bloger bitta yozsa, bitta narsani trend qilsa bo'ldi ekan. Bosamiz jigarlar, semizlikka qarshimiz. Yugurish trend qilaylik jigarlar. Sal manfaatli video olinglar, bosamiz. Uyg'on O'zbekiston, semizlikka qarshimiz. Yugurish trend qilamiz akalar, opalar. Tinimsiz harakat qilamiz ishdan tashqari. Bitta katta bloger yozsa, xudo xolasa effekti dahshat bo'ladi. Chunki shunchaki komment yozganiga Tohirov yozdi, Umid akam yozdi. Akalar, shunaqa bir semirishga qarshimiz deb istoriya qo'yib beringlar. Mana shu 3 million 4 million obunachisi bor blogerlarga tashlab qo'yinglar. Yaxshi narsani ham targ'ib qilaylik akalar. Qayda yo beda prizlarda targ'ib qilyapsizlar. Mana qatlarlar bor. Ishdan tashqari yuguramiz. O'zbekiston hammamiz birimiz, ishdan tashqari semizlikka qarshimiz hammamiz birimiz. Katta blogerlarga tarqatib qo'yamiz. UZB semizlikka qarshimiz. Assalomu alaykum jigarlar. 12-fevral boshlandi. Xudo xolasa Umidjon aka, tanajoningiz sog' bo'lsin. Sizdaqa insonlar ko'paysin. Shunaqa katta blogerlar yozsa, yugurish trend qilamiz, semizlikka qarshimiz, bosamiz jigarlar. O'zbekiston hammamiz birimiz. Harakatlanamiz. Uxlagandan foyda yo'q, hammamiz birimiz jigarlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, kimsiz? Jigar, sozmisiz? Charchash yo'qmi? Rahmat aka. Qaydansiz aka? Kvartiradaman. Qaydansiz deyapman. Qaydasiz deganim yo'q aka. Andijondanman. Andijonning qayeridan aka? Izboskandan. Izboskan. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Biz Oltinko'ldan. Aka, podeshka qilganingiz uchun, xudo xolasa, aktiv bo'lganingiz uchun 100 ming so'm atab qo'yganimiz bor. Kartangiz aytasiz. Bo'ldi aka, rahmat katta. Ayting akajon, bo'ling, tez shoshilyapmiz. Ashincha klient qarab turibdi. 12 ta odam topish juda qiyin bo'lyapti. Juda ko'pchilik yozibdi. Ko'pchilikni profili bekik, telefon qilsa yonmayapti. Mana 100 ming so'm ketdi. Qarab qo'ysa,
Sekin tushyapti. Bo'ldi. Sizdan akajon to'lka yuguramiz. Bo'ldi, boshqa niyat yo'q. Sog'lik garovi sport. Bosamiz. Gap so'zga bosamiz. Xo'p. Uyg'on Tohirovning muxlislari. Qanaqasi bu Tohirov jigar? Feruzbek nima qilgansiz? Instagramda ish chiqib olganmisiz? Bu obunachilaringizni oylik berasizmi nima bola? Shu vaqt o'tmayapti deb shunday bitta video qo'ydi Tohirov. Odamlar boshqa ish qilmaydimi? Yo oylik olishami Tohirovga yozganiga? Shunda 1 minutda 150 ta komment 150 ta komment 600 ta like keldi 1 minutda. Men to'g'risi anchadan beri kuzataman bu bolani. To'g'ri 5-6 millionlik akkauntlar ham bor, lekin bu bolani aktivi bor-ku, bu dunyoniki emas. Shuni qo'yadi, yorvoradi. Tohirov bir yo'l polini o'rgatasizmi yo bu haqiqiy omadimi bu? Bilmayman, shuni qo'yadi, bo'l. Semizlikka qarshimiz. Yuguramiz bo'sh bo'yatda jigarlar. Tushunmayman men mashi. Bir baxshi-maxshiga o'qitib qo'yganmisiz? Instagram sizniki bo'lib qoldi-yu jigar. Bosingizni anjonsinglar. Bosamiz, Tohirov muxlislarini nechta chiqargan. Ko'ramiz, semizlikka qarshimiz bosamiz O'zbekiston. Shok Instagram yuguramiz semizlikka qarshi. Ustamali bar berdi, hech kim yo'q ekan. Ustamali bar berdi. Voy, keling aka, keling. Ke bo'shmisiz, soch olasizmi? Keling aka. Yo'q aka, men qassobman aka. Uyg'on tiriklar uyg'onadi, o'liklar uxlaydi. Qachon yugurasizlar, semizlar? Semizlikka qarshimiz akalar. Xullas, men oldinga kim kelsa, jinnimizdan boshqa ish qilsang bo'lmaydimi deyapti. Ishi yo'qlarga taklif qilaman, xudo xolasa. Yuguringlar, iloji boricha bir sentr joylarga chiqib yugursanglar, aniq bilaman. Boshqa ishing yo'qmi deyishadi. Keyin ha yo'q deysizlarda, ishingiz bo'lsa qilamiz deysizlar. Короче, ish topish zo'r yo'li. Bosinglar bitta sinab ko'ringlar-da. Ish yo'q deb yuradigan tanishlarga tashlab qo'yasizlar. Bahanada ham oz edi, ham ish topadi. O'zbekiston hammamiz birma semizlikka qarshi.